Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz tomoshabinlari. Bugun 13-mart 2025-yil bo'ladi. 3 xonalik eski domlarni ko'ramiz. 4 qavatlik. Нет. Pятиэтажный, да, у вас? 5 qavatlik eski domlar bo'ladi. 4-qavatida 3 xonalik kvartiramiz sotuvga chiqqan. Hududimiz vokzal hududi. Shundoq yonimizda shokoladka kafesi joylashgan. Lokatsiya shunchaki bomba bo'ladi aziz do'stlar. Mana shu kirish eshigimiz bo'ladi. Kirganimizda chap qo'lda sanuzel, bu tomonni oxirida ko'ramiz va o'ng tomonda birinchi xonamiz bo'ladi. Buni yotoqxona qilib ishlatgan ekanlar. Barcha narsa qolar ekan. Kvartiramizda ikkita konditsioner bor. Mana bu velotrenajyor, buni olib ketayotganlar. Afsuski, xohladiganlar bo'lsa, bu qolmay ekan. Va o'rtada zalimiz joylashgan. Zalimizda balkonchasi bor, 3 metrlik birinchi balkonimiz. Bu ham ko'rsatib o'tamiz. Ikkala tomon ham devorga qaralgan, tinchgina joyiga bo'ladi. Mana devorni ham ko'rib o'tamiz. Derazalarimiz barchasi akfa alyumin ekan, bir qavatlik oynadan turibdi. Va 3-xonamizni ko'ramiz. Planirovka ichma-ich bo'ladi. Xo'p, mana shu 3-xonamiz. Buni hozir sveti yonmaydigan ekan. Yana bitta yotoqxona bo'ladi. Kattalar yotoqxonasi va bu oynagi ko'rgan birinchi xonamiz, bolalar yotoqxonasi qilsak bo'ladi. Xo'p, sanuzel hamda oshxonamiz qoldi. Oshxonamiz mana shu joyda joylashgan. Oshxonamizda ham hamma sharoitlarimiz bor ekan. Mebel, mana texnikalarimiz va kattagina suv zaxirasi bor. Xolodilnikimiz ham bor. Barchasi ishlatilgan, lekin hammasi qolar ekan. Xo'p, devorga qaralgan joyimiz. Fortishkalari ham bor ekan. Toza havo kirib turadi. Hozir sanuzelni ko'rsatib o'taman. Sanuzelimiz birlashgan bo'ladi. Sanuzelimiz aytib o'tganimdek birlashgan ekan. Patologgacha kafel toshlari terilgan. Ana shunaqa kvartiramiz sotuvga chiqdi aziz do'stlar. Eslatib o'taman, Samarqand shahar vokzal hududi bo'ladi. Shundoq shokoladka kafesining yonida joylashgan domimiz. 5 qavatlik eski domlar, 4-qavatida 3 xonalik kvartiramiz sotuvga chiqdi. Narxini 55 ming deyaptilar. Savdosi bor ekan, ipoteka ham bo'lar ekan. Qiziqqanlar tezda pastdagi nomerlarga aloqa chiqamiz.